Assalomu alaykum hammaga. Mashinaning nomeri 95-114 NAA. Qoraqalpog'iston Respublikasi Berni tuman Toza hududning mashina. Yaproq, ko'l bunday narsalarda olmaydi ekan bular. O't uydan chiqqan narsani olmaydi ekan. Stroykaning mosorini bayag'i olmasa bular. Nuga pul to'lab o'tiribdi shunda bizlar. Qanday adam bular? Boshlig'i qanday adam shunda bu? Mosor ya'ni oldirmasa, kul oldirmasa, yaproq oldirmasa, yaproqdan ish etu kerak endi. Mana vajlarni yag'ish kerakmi endi? Havoni ifloslantirib olmaydi ekan mana shu narsalarni. Bunga mas'ul xodimlar shu e'tibor etib qarovini so'rab qolamiz. Berni tumanining Toza hudud boshlig'idan so'rab qolamiz endi buni. Nuga shunda biz pul to'lab o'tiribmiz bularga. Mosor olmasa, yaproq olmasa, so'nglik bilan hech narsa olmayman deb tutadi-ku bular. Pulni nuga to'lab o'tiribmiz shunda bizlar. Yangiobod mahalla, Saydana ko'cha. Mana ahvol. Mosorlar yotibdi mana ko'chada.